Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana sizlarga bir zo'r Gentra topib qo'ydim. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz, mexanika. Aytbetda kraskalari bor. Gentra ishqibozlari, bitta like bosib o'ramiz. Mana sizlarga zo'r Gentrani ko'rsataman. Mana holatlari o'ta ideal holatda. Akalar, bitta like bossalaring ichkarisini ko'rsataman. Qaralarini qaranglar, o'ta o'zgacha. Shuna bo'ladi. O'z Gentraniki katta bolalar minganlar biladi. Qani ketdik bo'lmasa. Yo bismillah. Ana buni qaranglar akalar. Nima deyapti o'sha Gentramiz akalar? O'ta udar holatda. Uni qaranglar. Probeglarni qaranglar, probeglarini. Mana holat, salon holatlari mana. Fojidan qilib o'ta udarlar. Signallarini qaranglar akalar. Buni qaranglar. Nima deyapti? Arqa salonlar akalar. Metallarigacha mana ustunovka qilib qo'yganmiz akalar. Kimga shunaqa Gentralar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari ozmoz bor. Probegi 146 ming yurgan. Nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar, narxini kelishilgan holatda sotilaveradi akalar. Mana aka, ana bitta ko'rib qo'yinglar. Bitta like bosmasalar ham bo'lmaydi akalar.